قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz 12-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda sizlarga asosli o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun fe'l haqida bo'ladi. Endi arab tilidagi so'zlarni biz bundaq cho'ng jihatdan 3 ga bo'lamiz. Arab tilidagi so'zlar ya ism bo'ladi, ya fe'l bo'ladi, ya harf bo'ladi. Buning sirtida bo'lmaydi. Ya ism bo'ladi, ya fe'l bo'ladi, ya harf bo'ladi. İsim degan nima, fe'l degan nima, harf degan nima? Bu ishni o'zaro birisi-birini qanday aylaymiz? Bu nihoyat oson. İsim deganimiz uning ma'nosida bir vaqt uqumi bo'lmasa, ya'ni ya o'tgan zaman, ya hozirgi zaman, ya kelgusi zaman vaqt uqumi bo'lmasa, buni biz ism deymiz. Fe'l deganimiz uning ma'nosida vaqt uqumi bo'lib qolsa, mayli o'tgan zamonning uqumi bo'lsin, mayli hozirgi zaman, mayli kelgusi zaman bo'lsin, bir vaqt uqumi bo'lib qolsa, buni biz fe'l deymiz. Harf deganchu harf deganimiz o'zi mustaqil ma'no bildirib bermaydigan qo'shimchalarni biz harf deymiz. Harf o'z oldiga ma'no ifodalab bermaydi. Unda bo'lsa biz fe'lni tushundik. Ya'ni uning ma'nosida vaqt uqumi bo'lgan. Masalan, xaraja, chiqdi. Bu bir ish harakat, shundaqo fe'l degan. Chiqdi desak, chiqdi qaysi zaman, o'tgan zaman. Chiqadi desak, bu mu qanday zaman bo'ladi? Kelgusi zaman bo'ladi, bu mu fe'l bo'ladi. Demak, qaysi zaman bo'lsin, vaqt uqumi bo'lsa, bu fe'l bo'ladi. Endi fe'l bo'ladi ekan, ya'ni ish harakat bo'ladi ekan, cho'qim u ish harakatning qilg'uvchisi bo'ladi. Ish harakatninki qilg'uvchisi bo'ladi. Biz ish harakatninki ibbog'uvchisi, ya'ni qilg'uvchisini biz arab til qoidasida fa'il deb ataymiz. Fa'il ish harakatninki qilg'uvchisi. Arab tilda har qanday bir jumlada fe'l keladi ekan, cho'qim shu fe'lninki fa'ili bo'ladi. Biz jumlaningki fe'lni va uning fa'ilini topgan vaqtimizda jumlaningki to'g'ri ma'nosini bila olamiz. Masalan, jalasa Muhammad. Muhammad o'ltirdi. Demak, bu yerda o'ltirdi degan iborat bir fe'l bor. U qaysi? Jalasa, o'ltirdi, o'tgan zaman. Demak, bu yerda bir vaqt uqumi bor ekan, o'tgan zaman bir vaqt uqumi bor ekan. Unda bo'lsa jalasa nima ekan? Fe'l ekan. Muhammad bu bir odamning ismi ekan. Buningda bir vaqt uqumi yo'q ekan. Unda bo'lsa bu ism ekan. Fa'il degan cho'qim ismdan bo'ladi. Endi o'ltirgani kim ekan? Muhammad ekan. Muhammad o'ltirdi. Demak, o'ltirishdan iborat bu ish harakat ibbog'ini Muhammad ekan. Unda bo'lsa bu jalasa degan fe'lninki fa'ili, ya'ni qilg'uvchisi kim ekan? Muhammad. Unda bo'lsa biz Muhammadni fa'il deymiz. Jalasani fe'l dedik. Endi fa'ilninki arab tilida bir qoidasi bor. U qaysi deganda fa'il qat'iy pash o'qiladi. Qat'iy holat nima o'qiladi? Pash o'qiladi. Shunga biz odatda zavar harakatsiz kelgan so'zlarni o'qishda uningki fa'iliga qaraymiz. Agar fa'il bo'lib qolsa pash o'qiymiz. Masalan, jalasa Muhammadun deymiz. Muhammadni nima uchun pash o'qidik? Chunki fa'il arab tilida fa'il degan nima o'qiladi? Pash o'qiladi deymiz. Endi jalasa o'ltirdi. Endi fe'llardanmi erlarga xos fe'l bor arab tilida. Erlarga xos fe'lni ayollarga ishlatishga bo'lmaydi. Ayollarga xos fe'l va ayollarga xos fe'lni erlarga ishlatishga bo'lmaydi. Hammasining o'ziga ayrim-ayrim bor. Endi jalasa o'ltirdi degan bu fe'l faqat erga xos. Uchinchi shaxs birlik erga xos. Ayol kishini o'ltirdi demoqchi bo'lsak, jalasani ishlatsak bo'lmaydi. Unda o'z nima ishlatamiz? Jalasat. Bu ayollik shakli, o'ltirdi. Ayolni o'ltirdi demoqchi bo'lsak, jalasat deymiz. Oxirisida sukunliq taba. Jalasat Fatima deganga o'xshash. Bu jumla Fatima o'ltirdi. O'ltirishning iborat bu ish harakatini bag'ini Fatima. Unda bo'lsa Fatima fa'il bo'ldi. Shunga Fatima to deb pash o'qiymiz. Ammo qo'sh o'qimaymiz, chunki bu mamnu min as-sarf. Ayollarning ismlari. Endi jalasat Fatima deg'u, jalasatning oxirisi sukunliq ekan. Endi bu jalasatdan keyin alif lam bilan bir so'z kelib qolsa, chunki alif lam degan ilgari so'zni o'ziga qo'shishni talab qiladi. Bu sokinlikni qanday o'qiymiz? Masalan, jalasat keyin at-taliba keldi. Buni qanday o'qiymiz? Alif lam kelsa bir arab tilida bir so'zda ilgari so'zni qo'shib o'qishni talab qiladi alif lam. Qo'shib o'qishimiz kerak. Endi jalasat deb qo'shib o'qigan vaqtimizda bu sukunni qanday holatda o'qiymiz deganda zir harakat berib o'qiymiz. Jalasatit talibatu bo'ladi. Qiz o'quvchi o'ltirdi deganga o'xshash. Bugungi darsimizdagi asosliq mazmunlar shu.
Onundan keyingi bir mazmun biz ilgirki saatlik dersimizde ellezini öğrengen. Ellezi ganqan genken dikitki. Eğer ellezinin kendin fiilden başlangan cümle kelse ganqan isim yoki harf kelib qolsa dikitken degan ma'nosini birimiz degan. Shundaqla ellezinin mu erlarga xası va, ayollar xası va. Ko'plik xası va, birlik xaslari va degan. Demak, hammasini o'z o'rnida ishlatishimiz kerak. Biz ellezini o'rgandik. Ellezini biz faqat erlik, birlik shakldagi ism mavsul dedik. Uning boshqasini biz o'rganmadik. Endi biz bugun buningga birini qo'shamiz. Ya'ni ellezini ayollik shaklini, ayollik birlik shaklini o'rganamiz. U qaysi? Allati. Endi ayolni chiqqan demoqchi bo'lsak, allati deymiz. Allati xarajat. At-talibatu allati xarajat. Chiqqan qiz o'quvchi deymiz. Demak, at-taliba deb buningga allatini kelmoqchi bo'lsak, cho'qim ayollikqa allatini kelamiz, allatini kelsa xato bo'ladi. Buning misollari bizningki bugungi mashqlarda va tekstlarda chiqadi. Bugungi darsimizning asosli mazmuni shu. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Oldin biz yangi so'zlikni bir o'qib o'taylik. El-kelimatul jadida yangi so'zlar. El-ammu taga. Bu dad tarafdan bo'lgan taga. Ya'ni dadninki ukulari yoki akalari. Ahul ab dadning qarindoshlari. El-ammatu hamma. Ya'ni dadining qiz qarindoshlari. El-khalu taga ona tarafdan, ya'ni onaninki o'g'il bir tuqqanlari. El-khalatu hamma bu ona tarafdan bo'lgan hamma, onaning bir tuqqanlari. Biz o'g'il tilimizda hammasiga o'xshash ishlatamiz. Ona tarafdan bo'lsa-mu taga deymiz, dil tarafdan bo'lsa-mu taga deymiz. Hammani o'xshash ishlatamiz. Ammo arab tilida hammasini ayiradi. Al-fallahu dehqon, mustashfal vilada tug'ut doktorxonasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu thani 10. 12. ders. Thani 10 12. 12. Bu soat bilan bir qizning o'tirishki dialog kana. Assalomu alayka, alayki va rahmatullohi va barakatuh. Va alayhissalam va rahmatullohi va barakatuh. Kayfa haluka ya bint? Ey qiz, ahvolingiz qandoq? Kayfa degan qandoq degan gap, ha? Savol so'rash uchun ishlatiladi. Ahvol so'rash uchun. Ana bi khayrin valhamdulillah. Man yaxshi, Allohga shukr. Min ayna ant? Siz qayerdan? Ana min ar-Riyad. Man Riyazdan. Masmuka? Ismingiz nima? Ismi Amina. Ismim Amina. Ayna abuki? Dadangiz qayerda? Abi huna fil madinatil munawwara. Dadam bu yerda Madina Munawwarada. Huwa muwajjihun fil madrasati thanawiyya. O to'liq o'ttir maktabda yo'l ko'rsatuvchi. Muwajjih deganiga boshliq, nazoratchi degan ma'nolar bor. Nazoratchi, yo'l ko'rsatuvchi. Va ayna ummuka? Dadangiz qayerda? Va onangiz qayerda? Va onangiz qayerda? Ya aydan huna, umu ham bu yerda. Hiya tabibatun fi mustashfal vilada. O tug'ut doktorxonasida doktor. Wa man hadhihi al-fatatu allati ma'ak? Siz bilan bilib bo'lgan bu qiz kim? Fatat bo'lsa qiz degan bo'ladi. Fata bo'lsa yigit. Siz bilan bilib bo'lgan bu qiz kim? Ahiya ukhtuki? U qiz qarindishingizmi? La, hiya bintu ammi. Yo'q, u tog'amninki qizi. Masmuha, uning ismi nima? Ismuha Fatima. Uning ismi Fatima. Ahiya zamilatuki? U sizning saboqdishingizmi? La, ana fil madrasatil mutawassita va hiya fil madrasatil thanawiyya. Yo'q, men tuluqsiz o'tir maktabda. U tuluq o'tir maktabda. Alaki uxtun, sizning qiz bir tuquningiz bormi? La, mali uxtun. Yo'q, mening qiz bir tuqunim yo'q. Alaki axun, sizning o'g'il bir tuquningiz bormi? Na'am, li axun kabirun va huwa talibun bil jami'a. Shundaq, mening cho'ng bir o'g'il bir tuqunim bor. Axun kabir bo'lsa akam degan bo'ldi. Mening akam bor, u universitet o'quvchisi. Ba bog'laydi degan, ha? U universitet o'quvchisi. Va man hada at-tiflu alladhi ma'ak? Siz bilan bilib bo'lgan bu bala kim? Huwa ibnu akhi, u qarindishimning o'g'li. Masmuhu, uning ismi nima? Ismuhu Sa'd. A ummiki fil bayt al-an? Hozir onangiz uydimi? La,
Zehabet ilal müsteşfa. Zehabet ilal müsteşfa. Zehebe olsa erlik, zehebet olsa ayallık. Pil. Könükmeler. Birincisi, iqra vektub, o'qib yozing deydi. Buni sizlar tarjima qilib yozsizlar daftarga. Bu sizlarga topshiriq. Birincisi, kayf haluka ya abi? Dada ahvolingiz qandoq? Kayf haluka ya ummi? Ana ahvolingiz qandoq? Ayna ibnuka ya Zaynab? Zaynab balangiz qayerda? Ayna ibnuki ya ayollik o'g'illik uchun. Zaynab balangiz qayerda? Zahaba ila al-masjid. Masjid ketdi. Ayna bintuki ya Amina? Amina qizingiz qayerda? Zahabat ila al-madrasa. Maktab ketdi. Qaranglar, zahaba erlik shakli. Pillarning erlar xoslari va ayollar xoslari bor degan. Shundaq-ku. Shundaqla uchinchi shaxs xoslari va ikkinchi shaxs xoslari va birinchi shaxs xoslari va. Bu zahaba uchinchi shaxs erlik birligi. Zahabat uchinchi shaxs ayollik birligi. Ketdi u ayol degan bo'ladi. Liman hadhihi as-sa'atu al-jamila? Bu chiroyli soat kimningki? Ahiya laki ya Fatima? Fatima u sizningmi? Naam, hiyali. Shundaq u mening. Qolgan o'zi anglashib qo'ying. Xitob qaraysizlar, ayollik bo'lsa ki, erlik bo'lsa ka. Kapning o'qilishi. Iqra kullu jumlatin min al-jumal al-atiya. Tandagi jumlaning hammasini o'qing. Thumma iqra'aha marratan ukhra ba'da taghyir al-munada kama huwa muwaddahun fil misal deydi. Ondan keyin munadani o'zgartib bo'lgandan keyin misolda ko'rsatilgandek yana bir qatam o'qing deydi. Misolda biz ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni munadani beshida erlik, keyin biz ayollikqa bir o'zgartib undan keyin o'qiymiz. Ya'ni biz domirninki o'lishib keladigan holatini o'rganamiz. Masalan, ayna qalamuka ya abi? Dada qalamingiz qayerda? Va abi deb erlik bo'lg'achqa qalamuka kap zar holatda keldi. Ayna qalamuki ya ummi? Ana qalamingiz qayerda? A'indaka qalamun ya Muhammad? Muhammad sizda qalam bormi? Endi biz buni ayolga o'zgartib boqayli. Chaqiriluvchini munadani. A'indaki qalamun ya Aminatu deymiz. A'indaki bu kap zirga o'zgaradi. Ayna baytuka ya ustazi? Ustozim uyingiz qayerda? Endi ya ustazati deb buni ayolga o'zgartsak, ayna baytuki ya ustazati? Baytuki kap zirga o'zgaradi. Qolganni mushu bo'yicha ishlaysizlar. Qolgan sizlarga topshiriq. Üçüncüsü ennithil fa'ila fi kullin minel cümelil atiye. Tüvendeki hem cümledeki fa'ilini ayarlıq özgertin. Hem de bizde tüvendeki cümlede fa'ilini ayarlıq özgertimiz. Fa'il ayarlıq bulduğun çokumu pil qana keledi, ayarlıq şekilde keledi. Mesela Haraca Muhammedun minel beyt. Muhammed öyden çıktı. Bu yerdeki pil qaysı? Çıktı. Degen bu iş hareketini bildiradigan şundaqla ma'nosida chiqdi deb o'tgan zaman bir ma'nosi bor. Unda bo'lsa xaraja pil oldu. Kim chiqdi? Muhammad chiqdi. Demak, chiqish degan ish harakatni bag'uvchining bo'ldi, fa'il bo'ladi. Demak, bu yerdagi Muhammad fa'il bo'ldi. Bizni talab qilingani mushu Muhammad degan fa'ilni ayollikqa o'zgartamiz. Agar biz Muhammad degan fa'ilni ayollikqa emasdan aminiga o'zgartsak, cho'qim bu yerdagi xaraja degan fe'lni ayollarga xos bo'lgan shaklda kelish kerak. Xaraja bu uchinchi shaxsning ayol erlik birlikninki ayollik qaysi? Xarajat. Biz darsning boshida so'zlagan oxirida sukunliq bilan keladi. Xarajat. Unda bo'lsa xarajat aminatu minal bayti bo'ladi. Birinchisi zahabal mudarrisu ilal fasli. O'qituvchi sinfga ketdi. Endi biz o'qituvchi ketdi shunday bu ketish degan ish harakatini bag'uvchi o'qituvchi, ya'ni fa'il. Mushu fa'ilni ayolga o'zgartib boqayli. Mudarrisni ayol o'qituvchi o'zgartib boqayli. Nima bo'ladi? Mudarrisatu. Oxirgi ayollik mutasini qo'shamiz. Unda bo'lsa bu yerga biz zahabanimi ayollikqa tang o'zgartimiz. Nima bo'ladi? Oxirga sukun o'qilgan ta'nakirimiz zahabat bo'ladi. Endi al-mudarris alif lamliq ekan. Alif lamliq so'z beshidagi so'zni qo'shib o'qishni talab qilib qoladi. Endi biz qo'shib o'qisak, sukunli holatda qanday harakat berib o'qiydik? Zir harakat berib. Zahabatil mudarrisatu ilal fasli deymiz. Zahaba abi ilal mustashfa. Dadam doktorxonaga ketdi. Endi onam doktorxonaga ketdi deb ketish degan bu harakatninki fa'ilini, harakatning qilg'uvchisini ayolga o'zgartsak, zahabat ummi ilal mustashfa bo'ladi. Demak, zahaba uchinchi shaxs erlik shakli, zahabatchi ayollik shakli.
Har qanday üç harflik fe'lninki mushkil o'lchamda chiqadi. Jalasaning jalasat, xarajaning xarajat, zahabaning zahabat deganga o'xshash. Qolgan ikkisini o'zing anglashib boqinglar. Dördüncüsü teammel meyli. Töndekilerini mülahiza kılın dedi. Biz dersini ilgili sözlegen mesele. Celaset keyinden eliflamlık isim kep qalsa, bununla zir hareket birip qo'shamez deydi. Celaseti talibet bo'ladi. Bu yerdagi sukun nima o'zgaradi? Zir o'zgaradi. Tövendeki cümleni o'qing. Endi biz ellezini o'rgangan, bugun allatin o'rgandik. Buni biz oyolliq birlik kuchini deb o'rgandik. Masalan, manil fatallezi kharaja min beytikel an huve ibnu ammi. Hazır uyunuzdan xaraja çıqqan, ellezî xaraja çıqqan yigit kim? Men. Onda bolsa bu hazır uyunuzdan çıqqan yigit. Bu yerdeki yigit bo'lganligi uchun erlik shaklda ellezî keldi. Fe'lmi xaraja keldi. Oxirida xarajat deb emas, xaraja keldi. Endi ikkinchisi qarayli. Manil fatatu allati xarajat min beytikel an ya Muhammadu. Ey Muhammed, hazır uyunuzdan çıqqan kız kim? Belki el-fatat kız boğaçqa, ellezinin ayolliq şekli boğan elleti keldi. Bunun olmaz haleti keyinden keldiğen fe'lmi xarajat deb ayolliq şekilde keldi deymiz. Hiye bintu xalati o hammamninki qizi. Limenil miftah allazi alal maktab üstel üstüdeki açquch kimning? Huwa lil mudarris o o'qituvchining. Belki miftah aylik boğaçqa ellezî qana keldi aylik şekilde. Limenis saatu allati ala sarir üstel üstüdeki saat kimning? Yani bu yerda saat oxirida ayolliqning ta'sibi ayolliq shakldagi ism boğaçqa allati ayolliq shakldagi allati keldi. Hiya li zawji ukhti o qiz qarindishimning yo'ldoshining. Akmilil jumal al-atiya bi wad'i ismi mawsul. İsim mavsul qo'yish bilan tuvandagi jumlani to'liqlang. Munosib ism mavsul qo'yish bilan allazi allati fil farogh bosh o'ringa. Allazi munosib bo'lsa allazini qo'yamiz. Ya'ni erlik bo'lsa allazini ilgirki so'z, erlik bo'lsa allazini qo'yamiz. Ayolliq bo'lib qolsa allazini qo'yamiz. Masalan, al-kitabu alal maktabi lil mudarris. Ustidagi kitap kimninki? O'qituvchining. Endi kitap erlikmi, ayolliqmi? Erlik. Unda bo'lsa al-kitabu allazi alal maktabi lil mudarris deymiz. Al-qalam bunimi al-qalam erlik bo'lgach al-qalamu allazi fi haqibati maksurun. Somkamdagi qalam sunuq deymiz. As-sayyara endi bu ayolliq. Unda bo'lsa buningga allazini kelmoqchi bo'lsak allati ayolliq shaklida kelamiz. As-sayyaratu allati kharajat min al-mustashfa al-an lit-tabib al-jadid. Hozir doktorxonadan chiqqan mashina yangi doktorning deganga o'xshash. Qolganini sizlar shu erlik ayolliqqa diqqat qilib turib, agar beshidagi so'z erlik bo'lsa allazini, ayolliq bo'lsa allatini kirsizlar. Qoida shuki, ismi mavsulningmi erlarga xoslari va ayollarga xoslari bor. Buni onda bir-biriga ishlatishga bo'lmaydi. Allazi erlik birlik uchun, allati ayolliq birlik uchun. Endi biz buni ontaqa ikkilikki va ko'plikni o'rganmadik. Keyingi darslarimizda buni so'zlaymiz. Unda bo'lsa, o'qdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.